Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Namangan Norini Umidjonman aka, tanidingizmi? Ha, молодец. Umidjon yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Aka bezovta qilmadikmi? Ben jo'ja chiqarganmanmisiz? İsmingiz issiq tuyulib turibdi. Ha, shu Namangan Noringa oq makiyanni bolalardan bergansizda 3 ta. Ha. Esimda. Endi esladim. Ha, Namangan Noringa chiqib ketgan, ha, o'shalar. Ha. Yana shu Dog'olatdagi cho'ja kerak edi bizga. Ha. Endi bizga mana zotga qon, nima deydi, ko'paytirganimizga makon jo'jalardan kerak-da. Ha. Endi qarang-da. Haligi Hozir yanvar, fevral, mart, aprel oyi to'ldi. Endi 10 ta jo'ja yozib turibman-da har bitta oyiga. Ha. Agarda mayga yazılıp qo'ysangiz ham, masalan, oldiroqqa surilishi mumkin. Qo'ygan tuxumlarimiz ko'ngildagidek chiqsa. Boshqa varianti yo'q, lekin menda masalan hozir katta parandalardan sotadiganim yo'q. O'zim keragini olib qolganman. Mana shu varianti ana shu varianti bor. Nima qilib, mayga yozilib olsangiz bo'ladi, to'lovini qilib. Mana bizga mana 11 minglik makoningiz bor ekan, u bitta. Yo, endi qarang-da, u 11 minglik yangi kelgan zotda u. Hali uni ko'ramiz. Qanday chiqadi, nima bo'ladi, uy oltirib qo'ymaydimi? Ana keyin sotuvga chiqadi-da. Ashalaga keyin bitta oq makonni bolalardan oluvdi-ku, o'shandan ham yana bitta makon kerak-da, undan ham bitta makon jo'ja. Undan makon chiqmadimi? Kaltayli. Nima deysiz? Makon chiqmadimi avval yog'ganingizdan? Ular xo'roz chiqib qoldi aka, ular. Bittasiga shunday ko'rsatdik, bular 200% xo'roz dedi. Nechtasi xo'roz chiqdi? Ulardimi? Hamma xo'roz chiqdi, hozir bittasi qoldi-da bizda uni. Nimaga? Ashaliga bir telefonlashib aytganimizda baliq ko'p berib qo'yibdi, u bu dediz-ku. Aha. O'shangacha nobud bo'lib qoldi-da, biz aytganda enaqa qilib berolmadik unga. Dori-darmonni vaqtida qilolmadikmi? Yo biz noto'g'ri qo'llab qo'ydikmi? Ha, shuning uchun ham jo'jani ko'zda sanaymiz deydi-ku. Ha, o'shanga endi bir qiziqqan odam baribir qiziqadi, o'shanga yana bir bitta makondan endi baholasa. Endi men to'g'risi borki, bu oq makonni oq bo'lib chiqqani uchun onasiga tortgan bir makon deb berganman-da, u ko'p odamda xo'roz chiqdi-da, u qora qizig'i. Oqlar bor, sizlardan oqlar xo'roz chiqdimi ko'pisi? Naysiz? Oqdan olganingiz xo'roz chiqdimi ko'pisi? Xo'roz chiqdi, ikkovi ham xo'roz. Shu boshqa birovlarga ham ko'p berganman, makon deb berganman. Endi men makon deganim xuddiki onasiga bilan ko'piya bo'lgani uchun onasi makon-ku. Ana shuni onasiga o'xshagani uchun nima deb makon deb o'ylaganman o'zim, endi bir oylikda ketib qolgan-ku ular. Ko'p xo'roz chiqdi boshqa odamlarga berganim. Bo'ladi, ko'ring, sharoitingizga qarang. Masalan, shu may oyiga yozib turibman hozir. Yozsangiz yozib qo'ying. Agar nima qilsangiz, u may oyiga ham to'lib qoladi. Agar may oyiga yozsangiz, martda ham olishingiz mumkin. Aprel 12 bilmayman-da hozircha. Tuxumlar yaxshi chiqsa, bu yoqqa cho'ziladi. Yaqinroqqa. Ha, bo'ldi, qarang, Farhod aka, bizga ashi oq makoningizdan bitta makon jo'ja. Keyin mana nagdaunchi makoningiz bor-ku. Aha. O'shandan ham bitta makon jo'ja qilib berasiz-da bizga. Sizga faqat makon kerak-da, qon, zotga. Bo'ldi. Keyin agar orada iloji bo'lsa, endi mabodo mana o'zimiz 11 mingdan qo'yaman, tuxum o'zimizga. Nimaga deyapsiz? Agar ulardan ham agar yaxshi bo'lib nima bo'ladi ham bo'lsa-ki, ulardan ham agar bitta ham makon qilib berganingizda, yo'q, endi ikkita makon qo'yardik. Bundan bu yerda berolmayman, to'g'risida. To'g'ri gapni ochiq aytgan yaxshi-da. Yana 2 yilga agar nima qilsangiz, yana 2 yilga bo'ladi. Nima? Keyinroq. Ha, bo'ldi, bo'lmasa aka, nagdaunchilardan bitta xo'roz, bitta makon qilib turib, keyin mana oq nimadan ham bitta makon qilib berasiz. Ikkita makon, bitta xo'roz bo'ladi-da. Bo'ladi, to'lovini qilib qo'ysangiz, men yozib qo'yaman may oyiga. May oyiga yozaman lekin.
keyin Farhod aka bizda hozirchalikcha mana mablag'cha mendayroqda shunga bir 300 minglar o'tkazib tursak, keyin qolganini 1-2 oydan keyin ham tashlab bersak ham bo'laveradimi? Bo'ladi. Bo'lmasa aka, o'chirib yozib ko'rasiz aka bizda 3 ta. Yo'q. 3 ta maktab bitta bo'ladi. Yo'q, qarangda. Pulni tashag'ingizdan keyin yozaman daftarga. Nimaga deganda ko'p odam telefon qiladi. Yozib qo'ying. Men yozib qo'yganda nima bo'lib ketadi-da. Ana shu uchun aniq konkretni pul tashalgan odamlar yoziladi. Pul tashaganingizdan keyin yozaman-da. Aha, bo'ldi aka, bo'lmasam kartangizni tashlab yuborasiz, bo'lmasam ertaga biz nima bo'lganda pulni tashlab, masalan, aloqaga chiqing. Keyin men sirazi yozib olaman, tashlagan pulingizni ko'raman, hamma narsangizni, ma'lumotlaringizni qaytadan yozib olaman. Qaysi oyga nechta jo'ja, nechta mekan xullas hammasi shu va'da qilingandek vaqt kelganda konkretni to'g'rilab beraman keyin. Ha, bo'ldi aka. Bo'ladi. Siz Telegramdan bir nima yozib qo'ying, Telegramga tashlab beraman nimani. Kartani tashlab qo'ying. Bo'ldi, xo'p aka. Bo'ladi, yaxshi. Mayli aka, ishlarga omad. Bo'ladi, sog' salomat bo'ling. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum aka, tilaysiz? Assalomu alaykum. Bilasizmi? Shukr, rahmat. Beto'da Ahmadovmi aka? Yo'q, aytavering. Aka, Qo'qondan telefon qilyapman aka sizga. Kanalizdan numeringizni olib. Молодец. Qo'qon tinchmi? Rahmat aka, zo'r, hamma joylar yaxshi. O'zimiz aka, kelyaptigan bayram bilan. Rahmat sizlardan. Rahmat. Aka, erta bahorda To'g'razni tepa to'nga ketib qolgan. Aha. O'zagi bilan ketgan edi deng. U qurolni umuman tumshug'i kelmayapti-da endi. Yo'q, o'zagi bilan ketgan bo'lsa qiyin u o'zagi. Masalan, yo'q nimaga ko'prik qurgan deb bo'ladi-da u, masalan, o'zagi bilan kelgan bo'lsa tuxum olaverasiz, zot olaverasiz endi uni. Yo'q, kelmaydi buni. O'zagi bilan ketgan bo'lsa kelish qiyin, kelmaydi. Endi 100% emas, endi hozir men ko'rmadim-ku. Ko'rsam aytaman kelish kelmasligini. Tamoman ko'proq ketgan bo'lsa o'zagi bilan kelmaydi. Aka, Telegramimiz bormi? Shu nomerda ham Telegramimiz? Telegram bor, ha. Shu nomerda? Ha. Hozir tashlayapman aka. Hani bu kolu bor, boshqasi bor deb gap so'z chiqdi, o'shani hech topolmadim. Suyagimiz pullarga. Yo'q, endi ukoli vitamin degan ukol bor. Masalan, tulovini, mana shu tirnoq o'sishi, tumshuq o'sishi. Masalan, siz o'zagi bilan ketgan deb turibsiz-da, tushuntirmisiz? Tumshuqni o'zi ketgan bo'lsa keladi. Qarang. O'zagi bilan ketgan erta bahor, uyi usti kelyapti, kelyapti, prosta astogi o'zak bor-ku, ichida o'zak. Yurish juda qiyin bo'lyapti. Endi men o'zagi deganga butun polnosti jundigi uzilib tushgan polni 100% deb tushuntiribman. O'zagi shu jundik bo'ladi. Ustidagi nimasi bo'ladi? Ichidagi yumshog'i to'g'rimi? Ha, ichidagi yumshog'i polni tagidan uzilib tushganmi? Ha, yarimigacha ketib turib, qorayib turib tushib ketib, yana hozir o'syapti. O'ta sekinlik bilan, balki bahorda ketganda. To'la qonli o'sishi juda qiyin-da, aka, qarang. Tashlab qo'ydim Telegramimga. Nomeringizni sizdan bir maslahat olaylik. Bo'ladi, ko'rib aytib yuboraman. Bo'ldi aka. Alo, assalomu alaykum Farhod aka. Assalomu alaykum. Siz Farhod aka, men Samarqanddan muxlisingiz. Ha, молодец. Aytavering. Yaxshisiz, sog'lik yaxshimi, charchamasizmi? O'zingiz salomat o'tiribmisiz? Yaxshi, Allohga shukr. Farhod aka, bitta iltimos bor-da aka. Aha. Hozir chuma kasalligi chiqdi-yu. Aha. Unga davo chiqmadi, Farhod aka. Yo'q, chuma emlisiz. Qanaqa vaksina emlashim kerak? Endi katta parrandalarga chumoxash degani bor.
Keyin jo'jalardagi lasota degani bor. Keyin bitta men ham qiziqib, sizni internetda ko'rib qiziqib bitta xo'rozcha sotib oldim. Bir ancha oldin. Shundan bir sochda qayozg'aga o'xshagan narsa betidan chiqqanda, hech ketmayapti-da. Nima chiqqan? Sochda qayozg'ag'i bor-ku, bu xo'rozbozlar kepak degan. Sochda nimasi deysiz? Sho'rmi yo chechakmi? Ha, kepak chiqqan. Shu xo'rozbozlar kepak dedi. Ha, sho'rmi? Sho'rlaganmi yuzi? Ha, beti tuz tashlayveradi, hech yo'q bo'lmayapti-da. Ha, fulkonazol degan tabletka bor odam aptekada. Ana shundan kuniga bir tabletkadan bir 3-4 kun ichkizib yuboring. Keyin klatramizol degan moz bor. Ana shundan suyab turing. Yuziga? Ha, yuziga. Farhod aka, agar bo'lsa shuni esini suv yuradi bering. Men endi ertaga aptekaga borganimcha sizni bezovta qilib yana telefon qilib. Yo, siz hozir yozib olsangiz bo'lmaydimi? Ha, hozir shashmay turing. Qaytaga kiring. Bir minut aka. Nomini nima dedingiz aka? Fulkonazol degan tabletka. Fulkonazol? Ha. Fulkonazol. Fulkonazol. 2 kunda bir tabletka ichkizib tursangiz bo'ladi. Aha. 2 kunda bir tabletka ichkizavering. Bir hafta ichkizasiz-da, shunda bir 3-4 tabletka ichkizing. Xo'p. Keyin klatramizol degan moz bor. Klatramizol. Kuniga bir marta surting, 6 kun surting. Yozdingizmi? Bu tabletga kuniga 2 hozir kuniga yozyapman-da. Unisini ayting endi siz ma'zza. Faqat Kuniga bir marta 6 kun surtasiz, 6 kun. Tabletga nomini aytib bering. Fulkonazol. Ha, tabletga nomidan keyin ma'zza. Aka uzr. Klatramizol. Klatrimazol. Maz. Ha, kıllı. Klatramizol. Klatramizol. Yazdınız mı? Qarang. Klatrimizol. Yozdim. Klatrimizol. Mazol da yazar. İğne ondan mazol. Ahırdan mazol bo'ladi. Klatrimazol bo'ladi. Klatrimazol. Endi to'g'ri aytdingiz. Shevangizga tushunmay qolyapman aka. Yo, endi telefondan boshqacha talab eshitilar. Rahmat aka. Hadi sog' salomat bo'ling. Mayli aka, kattaga rahmat. Alo. Assalomu alaykum Farhod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Rahmat. O'zingiz eson o'tiribsizlar? Charchamay turibsizmi? Rahmat. Bitta maslahatingiz kerakdi aka. Ayting qani, qo'ldan kelgancha. Bitta xonada xo'roz boqib turuvdik. Shuma tegib, bitta qo'yma qirilib ketdi aka. Doğrulab, hani tutadigan, nasibadiganlarni qilib, unaqa qilgandan keyin yana qo'ysam, yana o'lib ketdi-da. Nima qilsa bo'ladi aka? Yo, shuni dezinfeksiyani mukammal qilmagansiz-da.
Nima qilish kerak? Qanaqa dezinfeksiya qildingiz? Haligi alyuminni sariq suvni solsangiz tutatadigan bor-ku. Adnaxloridni yo'q. Shuni qildim. Bundan keyin tuzga o'xshagan dori bor ekan. Bir bola kaliymi, bir bola birkan. Yo'q, bo'lmaydi. Siz umuman o dezinfeksiyalovchi vosita qarangda adnaxloridni yo'q degani bu faqat havodagi mikroblarni o'ldiradi-da. Bu yerda masalan chug'ma tegandan keyin axlati yerda aralashib ketgan yerga-da uni. Bu yana changigandan keyin yana ko'tarilib, yana qayta nima qilaveradi viruslar. Bu yerda u chug'manikini xlor yoki ohak suvi bilan nima qilish kerak-da, ezib tashlash kerak, haddan tashqari. Xlor sepish kerak deysizmi aka? Xlor yoki bo'lmasa ohak, yangi so'ndirilgan ohak, yangi ohak bor-ku. Shuni yangisini ezib, qaynab sovigandan keyin devorga uradigandan sal suyuqroq qilib yerlarga ezib sepish kerak-da. U yerda masalan tuproqda orasida bo'ladi bu viruslar. Yerda ezish kerak. Ana shu shunda o'ladi-da u viruslar. Keyin vaksinatsiya qilish kerak-da обязательно shu chug'maga qarshi. Hatto bu chug'maga qarshi qilish kerak. Boshqa kasalliklarda amallasa bo'ladi. O'shani qilona ishdan chiqibdi qilmabmiz-da hali. Endi qilasiz, endi bu bitta endi qilamiz zarurda. Endi o'shanga qonunni nima qilib qilsa bo'ladi deb o'shanga bir maslahat so'raysak. Молодец. Ana shu xlor bilan ohakni bosaverasiz bo'lgani shu. Xlorni lekin urgandan keyin yaxshilab shamollatish kerak. Ochib qo'yish kerak-a? Endi siz bu dori olib keldim deb tursiz, boshqa dorilarga ishonch yo'q-da. Hozir odam tegasida uje cho'lashib yotdi hamma narsa. Mana shu xlor bilan ohak suvi eng ishonchli shu. Bo'ldi aka. Bo'ladi. Rahmat aka. Sog' salomat bo'ling. Sog' bo'ling aka, rahmat.